Va nihoyat xizimga ovqat yeydigan stolchik oldik. Raspakovkasini birgalikda qilamiz. Qani ketdik. Buni endi yig'ib taxlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Stolchikni o'zi ham mayda qilib bo'laklarga bo'lib tashashibdi. Ichidan o'zi ham hamma narsasi chiqdi. Shunaqa atyorkalari ham chiqdi. Men o'ylagandim shunchaki taxlab chiqaman deb. Yo'q, juda ham murakkab ekan qizlarjonlar. Erim men yordam beraman deganda yo'q degandim o'zimcha nozlanib. Erimsiz qilolmas ekanman. Oxiri erimni ham chaqirib oldim oldimga. Birgalikda yig'dik. Shuni taxlashimizga qancha vaqt ketdi deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib qoldiring. Erim ham taxlashga juda ham qiynaldi. Taxlashni bilmaysizmi desam, erim menga qaradi, nima men senga taxlab beribmanmi dedi. Shunday qilib bir amallab yarmigacha taxlab oldik, lekin mana shu joyga kelganda shunaqa boshimiz qotdi, nima qilishni bilmay qoldik. Orada atyorkamiz ikkiga bo'linib ketdi, buni qaranglar. Yaxshi uyda boshqa atyorkamiz bor ekan, o'shan bilan qildik kelgan. Bitta joychasi noto'g'ri qilgan ekanmiz, hammasini buzib tashlab boshqatdan qildik. Taxlash jarayoni cho'zilib ketganidan Yasminani yotqizib, o'zim ham yordam berishga tushdim. Va nihoyat qizlarjonlar stoligimizni yig'ib oldik. Bunaqa narsalarni oldindan taxlab yurmaganimiz uchun juda qiynaldik va anchagina vaqtimiz oldi, lekin kulgili, maroqli vaqtimiz o'tdi. Lekin stolchigimizning sifatiga ham o'ziga ham gap bo'lishi mumkin emas. Bolalar ham shunaqa maza qilib o'ynab o'tiradi o'ziga o'zi ovunib. Stolchigimizni tayyor holada.